Böyle saat necha bo'ldi maktabga chiqaman. Yo'q, 8:30, 9ga borishim kerak, tezlashim kerak. Adabiyot, matematika, English chiqam, telefonim, daftarim, ozgina pul olamiz. Davay. Menga salom bo'lasiz, sizlar bilan men O'zbekmina va mening yangigina videomga xush kelibsizlar. Demak, degan bugun biz maktabga borishimiz kerak edi. Yo, kech qolib ketdik. Tak. Nimaga bo'lmayapti? Tak. Hech nima yo'q. Mayli. Endi piyodalab yugurishim kerak. Qo'lni yuvib olaylik, qo'lni yuvaylik. Da bo'ldi endi quyon qo'yamiz. Yopib ketaylik-da. To'telada mana bugun futbol bor edi, demak, men to'pimni olib borishim kerak. Tak, to'pcham, mana meni sovrinimga qaranglar. Men yutib qo'yibman o'shani. To'pcham, ketdik, seni olib ketaman. Tak, ketdi endi bolalar. Maktabga. Qaranglar, eng kichkina uy meniki, qolgan hammaniki baloday. Davay, ketdi. Tezlashimiz kerak. Bolalar, buncha kech qolib ketdim-a. Vaqtdan bo'laylik qolganlar. Mana maktabim. Bu kimning mashinasi bo'ldi? Mayli, ketdi. Tak, tam. Ovqat, tak. Betga o'ta olamiz-da. Yo'q, bu kimniki? Tak, meniki da mana. Bunga to'pimni va pulni bu yerga esa kalitini qo'yamiz. Telefonim kerak. Davoli endi esa ketu. Qayoqda edi-ya? Da mana bu yerda. Mana o'tishibdi, bari Jasur, Asror, Ixlos. Tak, mana ko'rishinglar mumkin 7B. Hammaga salom. Dars boshlanib ketdi-yu, nima gaplar? Bu kim bo'ldi? Mayli, o'zim joyimga topib o'tiraydi. Hoppa. Assalomu alaykum ustoz, qalaysiz, yaxshimisiz? Nimaga menga qarayapsan? Qalay. Darsni boshlayvering. Nimaga kech qolding buncha, gapir. Uxlab qolibman, bo'ldimi? Mayli, o'tiringlar hammang. Dars boshlandi. O'tiribman men, darsni boshlayvering. Ustoz, mana bunga qaranglar, menga qarayveradi. Mana bu 2 ta, 3 ta. Barcha qarayveringlar menga. Nimaga qarayapsizlar? Dars vaqtida nimaga gapiryapsan? Turgalib turasan, bu yoqqa o't. Men hech nima deganim yo'q-ku, hali. Aytganimda qil. Bu yoqqa chiqda turgalib turasan. Yo'q. Hoppa, qochib turdi, yaramas. Tak. Mana bo'ldimi? Turaymi shunaqa qilib. Qo'qqayib turaymi? Men senga turgalib tur dedim. Turgal dedilar. Mana turdim. Tak. Shuncha kitob olib kelgan va daftar, telefon. Turgalib turib, telefon chiqyapsan, telefoningni bu yoqqa olib kel. Yaramas, o'zim o'ynaydi. Men telefon chiqarayotganim yo'q edi. Olib kelgandan keyin olib keldi. Nima qilay men buni? Telefonni. Mana bu sandiqqa sol, bu yoqdagidagi. Bungami? To'poy bu yoqdagi deyapman. Mana bungami? Mana soldim. Xo'sh, endi yana turaymi yoki o'tirsam maylimi? Mayli, o'tira qol, lekin kasbga yozib kelding-ku. Qanaqa kasbek? Adabiyotda yozdingmi deyapman men senga, gidik. Men galay demang. Yozmabman. Hozir yozaman, maylimi? Mayli, tezlash lekin. Mayli. Tak, bo'lla o'zimiz joyimizga o'tirib olamiz-da. Menga qarayveradi-ya, bular. Bu qo'yni. Mayli, daftarga o'tamiz-da. Yozishni boshlaymiz. Ey. Ustoz, nima haqida yozishimiz kerak?
O'zing haqingda kelajakda nimalar yozishingni yozasan, tushundingmi? Mayli, to'xta, hazillashdim. Matematikadan yozasan. Hozir men senga misollar yozib beraman. Daftaringga qo'yib kel. Mayli, hozir mana opa. Yo. Mana oling daftarimni. Mana tashladim, olish mumkin shularni yechib olsang, hozir shu darsdan ketishing mumkin, bo'ldimi? Mayli. Hozir ko'raydi, o'tirib olib. Qanaqa masalalar ekan, men bilganman, yechib tashlayman hozir. Yo, bismillah. What the heck? Tak, 22 ga 88 ni qo'shsak, 22 ga 88 ni qo'shsak 100 bo'ladi-yu. Buni yosh bola ham biladi. 88 keyingisiga o'tsak yo'q. Xo'sh. Keyingisi bo'lsa 1978 dan olamiz 234 ni. Bu menimcha oson, doqiy. Tak, 4 qoladi. Birinchimiz hozir mana. Bo'ldi, topdim bola. 1744. To'g'ri chiqqan bo'lsa like bosinglar. Tak. Yo'q, 2 dan 3 ni ayirsak 2 dan 3 ni ayirsak necha bo'ladi? 2 dan 3 ni olib bo'lmaydi-yu. Mayli. -1. Buni esa 234 ni 34 ga bo'lsak, nima qancha chiqadi? Hozir hisoblayveraydi. Bola, oxirgisini yecha olmadim, mayli mana. Tak. Misollar. Bo'ldi mana. Yozdim. Ustoz mana, olishingiz mumkin. Tak. Yo'q, olsangiz-chi. Zaybar qilingiz-ku. Olingizmi? Olim, hozir ko'rib chiqaydi. To'g'ri javob berib sizga. Kutamiz endi, mayli. Ustoz, telefonim olsam maylimi? Bo'ldi-yu, yechdim misollarni. Mayli, ola qol. Olamiz, let's go. Tak, telefonimdan soat necha bo'libdi-ya? Tak. Chiqishga deyarli 2 daqiqa qolibdi. Telefon chiqaraman deb hozirga olib qo'ygan. Meni olib qo'yishni istayapsanmi? Yo'q, bo'ldi, soatni ko'rayotgandim. Misollaringni ko'rdim. Ikkitasi to'g'ri, ikkitasi xato. Oxirgisini ishlamagansan ham. Uni men ishlay olmadim-da. Uchinchisini qanaqa qilib ishlayman? 2 dan 3 ni ayirsak necha bo'ladi? O'zingiz ayting-chi. 2 dan 3 ni ayirsak hozir to'xtab turadi. Uchinchisi to'g'ri ekan, to'rtinchisi lekin x qo'yib qo'ysa xato deganimi? Demak, ishlay olmagansanmi? Oxirgisini ishlay olmadim, lekin 3tasini ishladim-ku. Qaytaveray. Mayli, ketaver, chiqishi ham bo'ldi menimcha. Hamma chiqsin, yo'qolinglar klassdan. Ketdi, let's go. Tak, qochib turinglar-da. Xayr yetdi, men ketdim. Yo, mana hayot. Nimaga hech kim chiqmayapti? Bizga po'xo'y. Buni va buni olamiz hali. Ikki qaray quyon bo'lamiz. Desam, aldagan bo'laman. Bugun men tak, ovqatga so'ng boramiz, mayli, lekin bu yerda telefon olishim kerak yangi. Bu telefon eskarib qoldi. Men o'zimga yangi iPhone sotib olaman. Ovqatlarim bor bu yerda. Hozir ovqat ham sotib olaman va men shu yerda telefonlar turibdi mana. Hozir mana Galaxy A7
A7, 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 A7. iPhone 6, iPhone 6, iPhone 6'lar. iPhone 7, iPhone 7, iPhone 11 mana o'rtada turibdi. Buni bahosini hozir ko'ramiz. Ko'rinishiga qaranglar, qo'y mana bundan zo'rroq. iPhone 11 tak. Endi esa bu yoqqa o'tamiz. Kassaga odam yo'q-ku. Hozir chaqiraylik. Bu sandiqda nima bor ekan, ha? Xo'sh. Bu yerda anchagina ovqat bor ekan, mayli kutamiz. Va nihoyat kelingiz. Men mana shu iPhone 11 telefonni olmoqchiman. Qancha pul turadi bu? Buncha bilan. Xo'sh, hozir iPhone 11ni eng o'rtada eng mashhur sotilayotgan bu iPhone 11 hozir bahosini ko'raydi. Hozir. Sen o'zi qancha pul bor? Barchasini chiqarib yetib qolishi mumkin mencha. Ish qilib ovqatlanishimga qolsa bo'ldi. Mana va mana. Yetadimi shuncha? Yetadi. Xo'sh. Bittagina dollar yetmayapti. Nima qilasan? Keyingi safar to'lab ketaman. Hozir to'lab turinglar, men ovqatlanishimga bitta olma olaman. Olma qancha? Olma $1. Mana unda $1 olishingiz mumkin. Endi esa men ketdim. Yo bola, endi esa ketdi. Tak, olmani yeb ketaylik. Mazza. Uncha kuchga to'ldim-a. Endi esa let's go futbol o'ynashimiz kerak. Lekin bizda aslo futbol o'ynaydigan yer yo'q. Ana shunisi yomon-da. Yoki bormikin? Yo'q. Masjidda o'ynashimiz ham mumkin, lekin. Men hozir arz qilaman bularga ishlab berish kerak. Menimcha hozir ishlagan bo'lishlari kerak. Ishlamagan bo'lsa, ularni abjahini chiqaraman. 1, 2, 3. Va nihoyat ishlashibdi. Nimalar disk yig'ilib ishlashgan. Bu ham kichkina mayli hozir. Tepaman, qaranglar, qattiq tepaman. Yurib kelim. Qish ketdi, to'dalar. To'dalar. Nega men o'ynay olmayapman? Tak. To'dalar, men do'stim jalb qilay. What's up guys, bro, qalaysan? Sen bilan futbol o'ynamoqchiman. Qalaysan, yaxshimisan? Ishlabyaptimi? O'zbek qalaysan? Ishlabyaptimi? Senda ham zo'r ketyaptimi? Xo'sh, futbol o'ynaysanmi? Narx ketibsan. Mat, ol. Baba, sen o'ynab bilmaysan. Sen bilan o'ynamang yaxshi. O'z to'pni bilmaysan-ku. Hozir bitta tepaman-da, to'xtab turdi. Nega uni tepib bo'lmayapti-da? Bu yoqqa kela, yaramas. Qayerga ketyapsan? O'ynamaysanmi? Sen bilan o'ynamayman, chunki yo'qolaq. Mayli. Menda. Boshim yaramas, arz qilaman. Qo'y menga. Shunaqa do'stim yo'q. Mayli, o'zim bitta suqib ko'raydi bu yoqqa. Tak. Bunday va bunday yurgizamiz. Men yaxshiroq tayyorlanish kerak. No'g'digina maktab bo'yicha kubok finali o'ynabdi. Tak. To'pni yaxshilab tepib berishim kerak. Tak. Biratiga bitta suqib ko'raydi. Assalom, jonga tegning-ku, qochib tursang o'lasanmi? Bu nima bo'ldi? Nima bo'lishi? Qoldir. Tak, hozir penaltidan gol ko'raman.
Bu da vahşi bu. Jack. So'qib ko'ramiz. Yamay orqaga vint bunaqasiga va bunaqasiga gol. Men gol urdim. No mayli, endi esa ketdik uyimizga. Topcham, bu yoqqa kel. Men ko'proq pul ishlashim kerak va mashina olaman o'zimga. Niyat qilib qo'yganim bor. Ikkinchi qismni ko'rmoqchi bo'lsanglar, mayli 20 ta like beringlar. Xursand bo'lib albatta chiqaramiz ikkinchi qismni. Qanday, let's go. Tek, mana shunaqa bo'ladi. Buni men qilmadim. Buni men ag'darmadim. Bola egasidan zo'rg'an qochib qutuldim-a. Qaramayaptimi? No, tezlash uyimizga kirib ketaylik-da. Opa. Endi esa to'pimni mashinaga qo'yib qo'yaylik. O'zim endi o'tirib televiziya ko'raman. Opa. सुन भाई तू नूबड़ा है तुझे स्नाइपर चलाते नहीं आती Yekib ketar ekan buni ko'raverib. Mayli ozgina. Opa. Jet bo'ldi. Demak, bunga videomizda shulardan iborat bo'ldi. Keyingi videoni ko'rish uchun albatta 20 ta like qilib bersanglar bo'ldi. Men juda ham xursand bo'lardim. Maktab 2ni chiqaraman albatta. Kutinglar. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.